Bir inson jinoyat sodir etadi. U bu ishini jamiyat manfaati uchun qildim deb o'ylaydi. Lekin u bilmagan bir narsa bor edi. Vijdondan qochib bo'lmaydi. Bugun Fyodor Dostoyevskiyning buyuk asari Jinoyat va jazo haqida gaplashamiz. Asar 1865-1866 yozilgan. Dostoyevskiyning o'zi Sibir qamoqxonalarida bo'lgan. Shuning uchun roman qahramonning ruhiy azobi haqiqiy hayot tajribasidir. Bu roman dunyo adabiyotidagi psixologik detektiv janriga asos solgan. Bosh qahramon sobiq talaba Rodion Raskolnikov. U kambag'allikdan ezilgan, yashashdan charchagan. Aqlli, lekin g'ururli. O'zini oddiy odamlardan yuqori qo'yadi. Shuning uchun alohida shaxslar qonundan yuqorida turadi degan g'oyani o'ziga qabul qiladi. Shuni isbotlash uchun u kambag'allarga garov evaziga pul beradigan sudxo'r kampirni o'ldirishga qaror qiladi. Jinoyat sodir etiladi. Kampir bilan birga voqeaga tasodifan guvoh bo'lib qolgan kampirning begunoh singlisi u ham halok bo'ladi. Ammo hech kim bilmaydi. Boylik ham unga baxt keltirmaydi. Qo'rquv, ruhiy bosim, isitma uni tunu kun azoblaydi. Raskolnikov Sonya ismli qalbi pok, kambag'al qiz bilan tanishadi. Sonya mehribon va samimiy inson edi. Aynan u bosh qahramonning hayotga bo'lgan qiziqishini, hayotga bo'lgan munosabatini o'zgartiradi. O'ldirdim. Bolta bilan. Jinoyatchi topildi. Sud uni qamaydi. Ammo eng og'ir hukm allaqachon chiqib bo'lgan edi. Bu vijdon azobi edi. U qonuniy jazodan emas, insoniylikka qaytishdan najot topadi. Chunki har bir insonning ichida qayta tug'ilish imkoni bor. Nima uchun bu kitobni o'qish kerak? Bu kitob sizga bir savolni beradi. Agar qulay sharoitda bo'lsangiz, siz qonunni buzgan bo'larmidingiz? Jinoyat va jazo bu jinoyat haqida emas, bu inson haqida. Uning xayoli, qo'rquvi, orzu va qiynoqlari haqida. Agar psixologiya, falsafa va dramani yaxshi ko'rsangiz, bu roman siz o'qishingiz shart bo'lgan asarlardan biridir. Kanalga obuna bo'ling. Kelasi videolarda bundan-da qiziq bo'lgan shoh asarlar haqida gaplashamiz.